Assalomu alaykum, hurmatli mashrab ahli. Bugun 7 yoshdan 70 yoshgacha 30 o'g'il, 9 qiz Gulistonga qadam tashrif qilamiz. Mana bu qadamlarimizdan oliy ehtirom, samimiy salom. Assalomu alaykum muhtaram mashrab ahli. Assalomu alaykum mashrab qo'ynida cho'ng bo'lgan qarindoshlarim. Mashrabimiz yo'l qo'yilgan 14 yildan buyon mashrabchimiz qo'llardan qo'llarga o'tib, yurtlardan yurtlarga berib, mana bugun Guliston guruhiga berib to'xtadi. Biz 2016 yılı 8. aydan 11. ayını öz içine algan 4 ay içinde mashrabchimizni Guliston guruhida damlamoqchimiz. Xo'sh, hurmatli mashrab ahli. Andazı bugungi mashrabimizda Guliston guruhi hurmat etib tilga olgan. Ham shundaqla bugungi mashrabimizga yigit beshi bo'lishga loyiq deb ko'rsatgan nomzod, ya'ni bugungi mashrabimizningki yigit beshini tunishtirib o'tay. Bugungi mashrabimizning yigit beshi bo'lsa, sahnada, ekranda hurmatli kishi. Her zaman munbarda ders o'tar o'zi. Muallim deb chaqirar bakmujiq kishi, Qayyum Muhammad mashrabda albishi yigit beshi. Muborak bo'lsin. Muborak bo'lsin. Assalomu alaykum, muhtaram mashrab ahli. Mashrab cheyi sunmoqlik el uchun xizmat qilganlik bilan barobar. Guliston guruhi bir navbat emas, 4 oygacha el uchun xizmat qilamiz deb dasturxon rastlab, el uchun xizmat qilishni o'ylab turibdi. Guliston guruhining buningdan keyingi ishlariga barakat ham qut tilaymiz. Demak, Guliston shirkatining mashribi orqali yetkazmoqchi bo'lgan salami bizga omonat ekan. Albatta biz bu omonatni bejonidil o'rinlashtiramiz. El söygen kişilerimizden salamı bilen bugünkü mashrab başlansın. Hoş hürmetli yigit beshi bejonidil o'rindaymiz. Anda bo'lsa Gulistonda hamkorlik mashrabimiz boshlan. Başladık kadar muhabbet gönlünü yorutar her dem. Sevgide hayatta başladık kadar muhabbet gönlünü yorutar her dem. Güzellik üzdüdük, mena üzdüdük. Renguren bulgaçka görkem bu dünya. Güzellik üzdüdük, mena üzdüdük. Renguren bulgaçka görkem bu dünya. Erkekti bulgaçka korur sana ben. Kızlar özgece özünlatak ben. Erkekti bulgaçka korur sana ben. Kızlar özgece özünlatak ben. Sadakat gülleri açıdı buraya. Dıllardan cayansın vapa sadakat. Sadakat gülleri açıdı buraya. Dıllardan cayansın vapa sadakat. Çöl yaşlar yağmurlar yağsa tumuzda. Keşmişler namayan baskan her ızda. Çöl yaşlar yağmurlar yağsa tumuzda. Keşmişler namayan baskan her ızda.
yaşamak özü. Gülistan guruhi aslida Şinjan Pay Aytay Xalqaro Savdo Cheklik Şirketi nomida ish boshlagan edi. Kollektivning tirishchanligi natijasida Pay Aytay kollagenlik peptidlari nayt tezla avtonom rayonimizning joy-joylarini qapladi. Viloyat, oblast, nahiya, shahar, yezi qishloqlarda Pay Aytay kollagenlik peptid do'konlari 400 nachadan halqidi. Xodimlarimi 2000 dan oshdi. Arqadilla qurilgan Şinjan davlat peptid shirkatimi nayt tezla iste'molchilarning yoqtirishi ham ishonchiga muyassar bo'ldi. Shunda, mana bugungi kun kelganda bu shirkatimiz zo'rayib Gülistan guruhiga aylandi. Xo'sh, anda olsa bu Gülistan guruhini shu mehr muhabbatlik, ana shu bir-birini qo'llab kelayotgan shu azizlarimizni men bir tanishtirib o'tay. Ya'ni bizning Şinjan Yeşil Bio Pan Texnika Cheklik Şirketi, Şinjan Amina Bio Pan Texnika Cheklik Şirketi, İhsan yağçılıqdan ibaret şirketlerimizningki ana shu mehribonlarimizning qo'shilishi bilan mana bugungi Gülistan guruhiga aylandi. O'zaro hamkorlikda vujudga chiqqan Gülistan guruhidagi qarindoshlarimiz bugungi mashrab so'rini orqali 30 o'g'il 9 qizga ekran oldidagi barliq ko'pchilikka Gülistan guruhining rasmiy qurilganligini, Şinjan Pay Aytay Xalqaro Savdo Cheklik Şirketining qasraq tashlaganligini naq maydonda e'lon qilmoqchi. Xo'shqinimiz Gülistan guruhining bosh lideri Rizvongul Ablis boshchiligidagi a'zolarni sahnamizga taklif qilamiz. Sahnimizda Gülistan guruhining bosh lideri Rizvongul Ablis xonim, Şinjan Yeşil Bio Pan Texnik Cheklik Şirketining qurg'uvchisi Hasanjon apandim, Şinjan Amina Bio Pan Texnik Cheklik Şirketining qurg'uvchisi Amina xonim, İhsan yağçılığının qurg'uvchisi Abdüşkür Hacim apandim. Mana mush 4 sohibxon birlikda qo'l tutishib, bugun yangidan qasraq tashlab Gülistan guruhining rasmiy qurilganligini jakarlaydi. Muborak bo'lsin. Muborak bo'lsin, muborak bo'lsin. Xo'sh, qanamiz biz ta'tur sanoqdan boshlab bugungi Gülistan guruhining rasmiy qurilganligini jakarlamoqchimiz. Qani, ekronga marhamat. 10 ke 9 8 7 6 5 4 3 2 1 Muborak bo'lsin. Gülistan guruhi rasmiy qurildi. Muborak bo'lsin. Muborak bo'lsin. Assalomu alaykum, mashrab ahli. Har qandaq ish hamkorlik bilan barakat topadi. Bugun mushundaq Şinjanning har qaysi joylaridagi uzun yillik tadqiqot bilan shug'ullanib, uzun yil har bir kasblarda bosh cho'kirib jafo tortgan bir necha ini singillar bilan, hadilar bilan billa hamkorlashib, mushundaq bir yaxshi bir qadamni elib turibdimiz. Bu hamkorlik el jamoatning qo'llashidan, qo'llab-quvvatlashidan ayrilmaydi. Har biringlarning qo'llab berganinglar ko'pdan ko'p rahmat. Muborak bo'lsin. Biz Gülistan guruhining bundan keyingi qadamlarga barakat bilan birga sog'lomlik safaringlarning texmi o'ngishliq, nusratli bo'lishini tilakdoshimiz. Rahmat sizlarga. Albatta, yana bir qitim muborak bo'lsin Gülistan guruhidagilarga. Xo'sh, mana shundaq mehr muhabbatlik bilan turmushimiz go'zal bo'ladi ekan. Mana shundaq mehr muhabbatlik bilan o'zimizga ham qarindoshlarimizga yaxshiliklarimizni ifodalaydi ekanmiz. Xo'sh, mana shu guruhdagi barliq ishchi xizmatchilarningki, mana shu mas'ul xodimlarning hurmatiga isil nomerdan birini sovg'a qilishni qaror qildik. Xo'sh, yigit beshi ijozatmiki? O'zaro qo'llashganlarni hurmatlash, ularning xushalligiga o'rtaq bo'lish mashrab ahlining fazilati. Shundaqla mashrab ko'rganlarning fazilati. İcazet.
Can ata qaddim tog' emas. Chunki tog'lar bulutdan pastda qoldi. Jinim ata, can ata, qo'yning bog' emas. Bog'ning jutta kunlari pastda qoldi. Yıllanchigim emmasan ota, gullanchigim emmasan ota. Yıllanchigim emmasan ota, gullanchigim emmasan ota. Ko'rgim emmasan ota, to'rgim emmasan ota. Ruhing mening dilimda ota. Naming mengu tilimda ota. Jinim ota, can ota, sen yulduz emas. Yulduz künde ne gido, kitip kaldı. Jinim ata, can ata, sen yıldız emas. Yıldızlar mı yer astıda çırpıp kaldı. Yıllanchigim emmasan ota, gullanchigim emmasan ota. Yıllanchigim emmasan ota, gullanchigim emmasan ota. Ko'rgim emmasan ota, to'rgim emmasan ota. Ruhing mening dilimda ota. Naming mengu tilimda ota. Jinim ata, ulug' ruhdan tutilgan jismim. Büyük sevgi, hak tuyg'ular o'zing sen yondash. Farzandlaring bor olamda o'chmaydi ulamim. O'zing odam odiga tomurdaşqandash. Ruhing mening dilimda ota, naming mengu tilimda ota. Ruhing mening dilimda ota, naming mengu tilimda ota. Ko'rgim emmasan ota, to'rgim emmasan ota. Yıllanchigim emmasan ota, gullanchigim emmasan ota. Ruhing mening dilimda ota, naming mengu tilimda ota. Wey! Adara kavala!
Baba. Özançu. Ha özünü etleş asan emez adaş hazır. Ha şu. Sim kartını evet vereyim mi? Ama öncülerin evet vereyim hazır ha. Ne oldu ya da? Vay canım ukam. Abay qarab tursam yemeklikning qog'ozini tashlagansiz, ilib etib tursam, yana ichimlikning qutisini tashlavyapsiz. Axlat sandığı 2 metr yerda bo'lgandan keyin ichimlikning qutisini mu shuning ichiga silib bo'lmamdi canım ukam. Ya da. Ben onu axlat sandığı taşısam siz nima ish qilasiz? Siz bekor qilmamsiz? Dada, Voy qizim chiqdingizmi? İmtihanda necha numar oldingiz? bugun til adabiyotda 70 numara optiman. 70 numar? 70 numarcha qizim sizga yarashmaydi. Yaxshi o'qing deyman. Bilimda, bo'lmishcha. Ayoldek tozlik ishga so'p qolsangiz, yaxshi o'qingmi bolam? Ha? Buyuring qizim. Wey. Ha? Nimo? Portumal? Nim Portumal? Ha? Siz kim o? Ha? Tasdiqsiz ayol. Ha? Ha, ma'qul. Ha, ma'qul. Bo'ldi, siz joyingizni medirlamay turib turing, men hozir boraman juma. Ma'qul birdamda. Ha? Ha, ma'qul. Ma'qul bo'lsa, ha? Ha, ma'qul. Bo'ldi. Estağfurullah. Qiz-ya, apongiz-ku ana avval saqlab o'tirdi. Siz kirib apongizdan tamoq ko'rib yegash o'tiring. Portmalimcha boyqiyat qopqab qilaman berib, akvamsan bo'lmaydi juma. Siz apongizdan nima yegingiz shuni ko'rib o'tirib turing, ha? Ha, hozir nima? Yaxshimisiz? Yaxshimisiz? Mani. Opa! Voy, darsdan tushdingmi? Voy, men sendan ansirab endi telefon qilay deb turgandim. Qo'sig'ing ochganda jinim bolam. Voy, hozir uyga berib, san tamoq yeb beray, ya. Nima xush xabar jinim? Bugungi imtihon 100 optiman. Voy, bek yaxshi bo'pti. Natija muhim. Hammadan muhimi odamiylik, fazilat. Kibir, tamannodan jiroq yashagan jinim bolam. Mana, hozir uyga berib, san tamoq etib beray, oltin qozam. Hürmetli məşrəf əhli, texi yaqındala Avtonom rayonimizdagi tədqiqatçılarınki əl sağlamlığına aid tədqiqat nəticələri və milli tibbiyatның əl işi məxfi reseptlərini qezib çıxarış, onu məhsulatlaşdırış, dövlət içi və sırtığı yüzləndiriş məqsədilə Gülistan guruhi nayt çoğ tiplik axbarat elan qilish yig'ini ochgan edi. Shu axbarat elan qilish naq maydonida Rizvongul xonimning Gülistan guruhining ishiga tadqiqotchilarga mangu uchuq degan so'zi hammamizni hayajonlantirgan ham xushal qilgan, qoyil qilgan edi. Balkim ana shu kuch, ana shu rag'bat, ana shu qo'llashning turtkisida uzun yillik tadqiqot bilan shug'ullangan Amina xonimmi bugungi kunda Gülistan guruhining g'olliq a'zolaridan biriga aylangan bo'lishi mumkin. Endi biz naq maydonda Amina xonimning yurak so'ziga quloq solaylik. Assalomu alaykum mashrab ahli, ham ko'rmanlar. Men shu Gülistan'da hamkorlik mashribida sizlar bilan daxil bo'lib turganligimdan intayin xursandman. Gülistanliklar samimilik, odimlik to'lgan bir kuchli qo'shin. Mushu Gülistan'da hamkorlik mashrab munosabati bilan men mushu samimiy odimlikni markaz qilgan, boshqalarga g'amxo'rlik qilishni, boshqalarga mehribonlik yetkazishni o'ziga jazmlashtirgan shu Rizvongul ma'lum boshchiligidagi qo'shinga alayda rahmatimni aytaman. Shundaqda buningdan keyin bizning kishilarimizning sog'lomligida
ozuqluq tangpungsizlikni tangshaydigan odatni yetildirishi uchun biz tuan to'rlarda dars so'zlashni boshlaymiz. Buningdan keyin yana mushu Guliston guruhidagi sahna bizga mushu yo'llarni ochib berdi. Sifat va odimilikni tavranmas mezon qilgan Xinjiang Tayayday shirkati Guliston guruhi bo'lib qurildi. Buning bilan barliq Tayayday kollagenlik peptid do'konlari Gulistonga o'zgardi. Junhua Songqingning xalqaro fondi jamiyatining kengash a'zosi, qonun fanlari qo'sh magistri, iqtisod fanlari doktor aspiranti, Guliston guruhining lideri Rizvangul Ablis 2013-yili kollagenlik peptidni tunji bo'lib Xinjiangga akirib ish boshlagan edi. Bir yildan keyin Xinjiang Tayayday shirkati Xinjiang davlat peptid shirkatlarini qurdi. Shundaqla yana Beijing Xayriron dorigarlik zavodining bir ishlab chiqarish sexini setib oldi. Hamda bu zavodga ishlab chiqarish bazasiga virusini esib, suftiga, tarkibiga ishonch qila oladigan davlat peptid markasidagi kollagenlik peptidlarni ayirib oldi. Şirket 2015 yılı mayda Yaponiyada qurilg'ili xil uzun bo'lgan H&S şirketini o'ngishli o'tkazib oldi. Hamda Yaponiyadagi 200 yillik tarixga ega yemaklik korxonasi Ulmikin payasizorlik shirkati bilan rasmiy hamkorlik o'rnatib, Ulmikin markazidagi yurishlik mahsulotlarni bozorga soldi. Uningdan boshqa Dubayda Yeshil shirkatini qurdi. Hamda Dubayning eng avvat savdo chambiriga bo'lgan Baniyaz maydonida ishxona, do'kon o'rinlarini elib ish boshladi. Güliston do'konlarga navbatda insonlar sog'lomligida kam bo'lsa bo'lmaydigan 7-cho'ng uzuqliq shifoi tala va Taxlamakondagi million yillik javhar Taxlamakon qumliq alga tableti yangidan silindi. Hamda iste'molchilarning qizg'in olqishi ham e'tirofiga erishdi. Xinjiang Ihson yog'chilik cheklik shirkatining birlashishi bilan Güliston guruhi texmi so'raydi, texmi kuchaydi. Güliston do'konlaridagi yuqori fan texnikalik ozuqliqlar diabet, yuqori qon besim, mag'dursizlik, so'ngak shalanglashish, uyqusizlik, böbrek zaiflashish, nafas yo'l sistemasi kasalliklari qatorliq turli kasalliklarga va sog'lom yashashni izlaguvchilarga to'liq mos keladi. Yatarsa kolumdin, yedirim
Yaxshilarning izini besish bu bir yaxshi ish. Ham yaxshilarni taqlid qilishmi? Xato emas. Lekin runaq tepayotgan, el uchun xizmat qilayotganlarga o'ri qo'llash, ham ularning nomidan foydalanib turib, o'ziga foyda manfaat to'plash bu axloqsizlikning jumlasidandir. Xo'sh, Mirshab, bu shaxta bir mazmun o'rlashtirilib, avomga bir ko'rsatilgan bo'lsa. Ha, Kiran. Yaxshimsiz, ma'lumotlar markinlarga oldirgan ishxon mushumi? Ha, mushu, qani Kiran. Ha, yaxshimsiz. Assalomu alaykum. Tekshirib qanday qolamiz? Ben bir markinlarga oldirgan ekan. O'tiring. Ha, muborak bo'lsin. Qaysi markini o'ylashdingiz? Ma bu kiyim-kechak sohasida bir shuhrat qozongan bir boshlamchi korxona bor-ku. İsmi nima? Olina. Olina. Ha, bu nayt boshlamchi korxona bo'lib menga Ha, shu oshni yiqiroq qilib, Talina degan ismni qo'yib bergan bo'lsangiz. Talina? Ha. Bu nimishqa anglamoqqa yiqildi ismini tanlab qoldingiz. Boshqacha ism o'ylash baqdingizmi? Ya endi ma'lumotga Olina degan endi boshlamchi bo'lib menayotgan korxona so'zimi, tijoratim shunchalik yaxshi-ku endi bu korxona. Endi men Talina deb ism qo'ysam, mening shirktim shunday bir yaxshi ishlarim yurishib ketarmikin deb shu ismimni yaqinlashib qolgan shuni Talina degan ismni qo'ygandim. Endi Olinaning haqiqatan boshlamchi korxona bo'lib menayotgani haqiqatan aniq. Endi siz endi uni do'rayman desangiz toza yaxshi bo'lmaydi. Endi shuni bir boshqacha o'ylashib baqsangiz, endi o'zingizning kelibdi ishlab chiqargan mahsulotlar, o'zingizning xarakteriga, o'zingizning xosligiga asosan bir yangicha, yaxshi, chiroyli ismlardan birini tanlasangiz, nurg'un qo'yilgan ismlarmi jetdi. Shunga boshqacha ism o'ylash beqna. Ya qarang, endi men boshqalarni Fatgul Fat deyman. Ayshigul Aysha, Zo'ragul Zohra deb qo'yib olavergan-ku. Endi bu ismlar yiqiroq bo'lib qolsa, qonun xilof emas-ku? Ya bu qonunga xilof emas. Lekin odamiylikka, shu axloqqa xilof bo'ladi. Bo'ldi, menga shu Talina degansin, biringiz jiqishga aralashmay, men yomon tasib topmaysiz dama bu. Siz bu xiyolingizning nahaytimi numussizlik ishkanligini o'ylab baqmadingizmi? Numussizlik? Ha. Tova. Yaşlarımı yaşarım güzel.
Bundaq bir hikoyani mashrab ahlining huzuriga sunishga loyiq topdim. Bir kishining uyiga birli vaqtda 3 mehmon kelibdi. Sohibxon mehmonlarni uyga boshlay deganda, bu mehmonlar oldi bilan o'zlarini tunishtirishni loyiq ko'ribdi. Birinchi mehmon, "Men boylik ham martaba" deb o'zini tunishtiribdi. Ikkinchi mehmon, "Men muvaffaqiyat ham xo'shallik" deb o'zini tunishtiribdi. Üçüncü mehmon bo'lsa, "Men mehr muhabbat ham ishonch" deb o'zini tunishtiribdi. Va sohibxonga, "Bu uchimizdan faqat birimiz uyingga kirimiz. Tanlash huquqi senda" deb javob beribdi. Sohibxon ko'zi to'q, ilmdor kishi ekan. O ikkilanmayla 3. mehmonni uyiga taklif qildi. O'ylamagan yerdan qolgan 2 mehmonmi tangli uyga kiribdi. Sohibxon buningdan hayron bo'lib turganda, kirib kelgan 2 mehmon "Mehr muhabbat, ishonch boyada bizmi bor" deb javob beribdi. Rahmat hörmətli yigit beşi, demisimiz siz aytqandek mehr muhabbat, ishonch boyada barcha yaxshiliklar bo'ladi. Yana bir muhim kuchmi bo'ladi. U bo'lsa-mu aktiv energiya. Biz har zaman yaxshilikni, mehr muhabbatni, samimiyatni, sog'lomlikni, eng muhimi aktiv energiyani tashabbus qilib kelayotgan Gülistonliklarga, jumladan Gülistonda hamkorlik mashribi orqali jam bo'lgan barcha qavm qarindoshlarimizga tövandagi nomerni hadiya qilamiz. Qani birga ko'raylik. Gördün mü? Mamam sen? Bunu al dükkanı neyse. Balam, Qorodagi dükkanını alsam buludu o. Ma dükkan beni amrak şokoladım var, dükkan beni amrak şokoladım yok. Ma'qul. Beş koy yetem de. Yedi de. Memane. Ben öykürüp işimi kaç duray. Oynap jüme balam. He? Ma'qul. Maaş şokolad. Gassömer. Oy. Sen Kaysar mı? Qanday ahvoling? Yaxshimi, teshqimi? Dadang yaxshida? Dadang uyda bormi? Bor. Qara, o'tganda dadangdan ep turgan pulni men berib o'tganlar uyinglarga kechdi kirib ajma. Ondan boshqa bo'lam. Mana bu 2 tal qum saatni sana beray. Dadangga berib qo'ygin. Nafs bo'yib o'rin saqlab qo'ysin, ha? Akama bir so'm tutsa. Ana, men 2 talni akab berdim. Birsi mavi, birini qarab tursam yanchiqni salding-ku. Kichikkina turib ajab untuqa qulab ketibsan, ha? Ala bolam, ala. Mavi 5 so'm bo'ldi. Aman deydi. Xudoga ber. Belki benim gözlerimde yaş, belki bulut giymede koyaş. Belki benim gözlerimde yaş, belki bulut giymede koyaş. Belki sana intizar buldum, azar
belki sana intizar buldum azaplarga birelmey berdaş gözlerimin tükülmüşsün yaş elemlerde eğilmişsün baş senden üçün aziz amanet dertke derman bulay kıyındaş senden üçün aziz amanet senden üçün aziz amanet dertke derman bulay Mana bugungi sayfa o'rnimiz Gülistanlıqlarninki bir tavranmas irodasi va qoidasi bor. Mana bugungi mashrab orqali bu qoidasini men barliq mashrab ahliga shundaqla ekran oldidagi ko'rganlarimizga deyishni to'g'ri o'ylab qoldim. Ya'ni mana bugungi sayfxonamiz Gülistanlıqlar bilan siz hamkorlashmoqchi bo'lgan har qanday shaxsni, har qanday bir kollektivni qizg'in qarshi oladi. Lekin shundaq bir shart borki, sifat va odimiylik birinchi o'rinda turishi kerak. Agar siz buningga bo'ysunolmaydi ekansiz, albatta Gülistanlıqlar siz bilan hamkorlashishni to'xtatadi. Sizning mas'uliyatingizning qancha yaxshi bo'lishi, turingizning qancha nochi bo'lishidan qat'iy nazar Gülistanlıqlar aman shuni to'xtatadi. Demak, sifat, odimiylik bizning Gülistanlıqlarninki mizoni. Gülistan guruhidagilar to'g'ri yo'lda hamon natija bo'ladi. To'g'ri yo'lda odamning yuzi yo'riq bo'ladi deb qaraydi. Gülistan guruhi to'g'ri yo'lni tutib kelayotganligi uchun xushxabarlar uzilmaydi. 2016-yili 7-oyda Gülistan guruhidagilar Yaponiya Ulmeken şirketining Lipopo markasidagi sog'lomlik mahsulotlarini, taklamakan qumluq algasini, davlat tarafidan muqim bekitilgan inson badaniga kunda ehtiyojli bo'lgan 7-cho'ng ozuqliq shifoi talani, uningdan boshqa Yevropa o'lchamidagi zavod uskunlaridan o'tgan naytin o'lchamlik ishonchlik ihson maylarini Şinjan Uyghur Abdunum rayonimizdagi 400 dan ortiq Gülistan do'konlarida ham davlat ichki sirtidagi Gülistan do'konlarida rasmiy bozorga soldi. Gülistanlıqlarning tirishishi. Bugungi kunda Gülistanlıqlar gul qadamini birlikda bosdi. Ularning gul qadamiga biz mashrab beg'imizdan gul chimanlarni sundik. Bugün en güzel dem, akşamga koygan sen, hem
Sal nazar atrofga, oq ko'k yeshil qora, yangrar qizg'in sada. Ay, 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 ixtilot badaba, bu seni gahida, ko'ngilda yo'q yara. Ay, 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 yarısı nakşiler, yo'qotsin bismillah, ranjish boshqa tishlar. Ay, 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 bugun qiz o'g'illar, boshqani qo'yinglar, manga tanjir bo'linglar. Dastlabki qadamlar bilan boshlangan Gülistonda hamkorlik mashrifimiz yaxshilik, samimiyat, odimiylik, yaxshilikdan iborat mujassamlangan mashrifimiz mushiyada oxirlashdi.